Tezkor xabar. Dam olish kunlari O'zbekiston yonadi deyiladi xabarda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Dam olish kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida asosan quruq ob-havo saqlanib qoladi. Bu haqda O'zgidromet e'lon qilgan ob-havo prognozda ma'lumotida keltirilgan. Unga ko'ra, respublika hududining katta qismida havo asosan kam bulutli bo'ladi. Momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir faqat ayrim tog'li hududlarda, 12-iyul kuni esa Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda kuzatilishi mumkin. Kunduzi havo 37-40 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 41-43 darajagacha isiydi. Kechasi va erta tongda havo harorati 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 11-12-iyul kunlari ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Toshkent, Andijon, Samarqand, Farg'ona viloyatining tog' oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Harorat kunduzi 38-40 daraja, kechasi esa 23-25 daraja bo'ladi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.